yeni bir ma'noni yükleyme, yani yeni bir ma'no bilan, yeni bir hayatımga başkaça bir ma'no bilan yaşayma deb Allohga söz berdigan, o'zimizni bir qator tozalaydigan, bedenimizni açlıqdan bekrak ruhimizning ochliqini toyg'uzishga, yani vahiy bilan qenib toyg'uzishga, vahiyning jo'maklaridan tuyab qenib vahiyni ichishga, hayotimizga yo'l boshchi qilishga tirishadigan bir oy. Qadrli qarindoshlar, qaysi kuni men üstüde ko'rganlar Qur'on-i Kerim ve izohlar tercümesi degan bir kitap chiqardi deb sizlarga uningki xabarini bergandim. Elhamdülillah qisqagina necha kunning ichida 15-20 dona Qur'on-i Kerimni meyli Türkiye'den bo'lsin, meyli chet eldan bo'lsin setib olganlar, biz Ramazonni Qur'on bilan bir o'tkazib boqili deb, uning ma'nosini bir tushunib boqili deb setib olgan, zakaz qilgan qarindoshlar bor bo'ldi. Sizlarningmi agar iqtisodinglar yor bersa, shu kitoblarni setib olib 14 yillik emgakning neticesi onu bir ko'rib chiqishinglarni tavsiya qilaman. Onundan başqa bugun 2000 dona bu Qur'on-i Kerim, Qur'onga ko'ra islom nima? Siz Qur'ondan bu savolni so'rab baqdingizmi degan ustoz Mustafa Islom o'g'lininki bizning tadbir nashriyati tarafidan nashr qilib chiqarilgan Batur Qaraxonli qarindoshimiz necha oylik vaqtini kechini kunduzga ulab tarjima qilgan bu kitap oxiri qo'limizga keldi. 2000 dona kitap sirtda meni saqlamatıdı. Bu dersden keyin bunu biz o'zimizningki ishxonasiga to'shib kirimiz, qadrli qarindoshlar. Ana olsa Ramazan yig'ishib qoldi dedik. Onundan keyin bu dersi başlab olishdan burun dersninki temisi nimati? Farqlilik deydi, ya'ni turkcha farqlilik, ya'ni o'xshamaslik yoki bo'lmasa xilma-xillik. Bu Muhammed Yusuf Hacım Baxt Saadetning 40 respi degan bu Teklimekan nashriyati tarafidan nashr qilingan bunu kitobni chiqaribdi. Oxirida ki qisqacha mazmunni o'qib o'tgandan keyin men sizlarga bu kitobninki tushuntirishni qilib bo'lgandan keyin o'zimizning darsiga kiramiz, qadrli qarindoshlar. Kitap naiti qattiq muqobilik shunda chiroyli ishlanibdi. Qarasanglar kitobninki teshi qattiq muqobilik. Onundan keyin kitobning ichi mizanpaj deb qo'ydi. Ichi muqobilsimi shundoq chiroyli ekan. Onundan boshqa yana kitobninki mundaq ayraç deb qo'ydi, ayrug'uchisi. Qaysi betga kelganligini bunda ayırıp qo'yilgan ayrug'uchimi bor ekan. Onundan başka kitapның içi renglik, her xil rengler bilen renglengen, yani imanınız birinci resip imanınız müstehkem bolsun degan en muhim sözünü qıptı bu kitap. Baxt Saadetning 40 respi Teklimekan Uyghur Neşriyatı tarafidan nashr qilingan bunu kitap. Kitapның oqisidagi qisqacha mazmunda baxt saadet degan ma'naviyatga taalluq hukm bo'lib, uni ko'z bilan ko'ngli tarozi bilan o'lchigili bo'lmaydi. Uni boylik konlaridan yoki o'rda xazinalardan topqili bo'lmaydi. Uni pulga setib olgili texmi bo'lmaydi. Baxt saadet shundoq narsaki, İnsan onu turmuşning hamma taraflarida his qilib, tangdoshsiz lazzatga to'ludi. O dilning aromi, vijdonning rohati, ko'ngilning shodliqidir. Onunga erishgan kishi qalbning eng cho'nqur qatlamlarida voyaga yetgan ozodlik va huzurni his qiladi. Baxt saodatga erishish hamma odamning birdek orzusi bo'lib, meyli saddı fikirlik adet kişiler bolsun, ya ki mutafekkur alim bolsun, hemme baxt saadetki erişini halaydı.
Şahlar özlerinin həşəmətlik ordularda bəxt saadet yoxluğundan ah ursa, gadaylar özlerinin garibanı külbülərdə bəxt saadet izləb çot suqudu və en şirin düşlerini körüdü. Bırak o ah urup, bu çot suqup izləvatqan bəxt saadet diyen nime? Zadı o qayerdə, onun qandaq irişkili buludu. Bu kitap sizden bu suallarınızga cevap verişke tirişidu. Muhammed Yusuf Ustaz. Ustazımız kitapını Bismillahirrahmanirrahim diyen söz bilen başlaptı. Onun dinkin kitapnınki işkibetlerimi benim şundak renklik resimler bilen zinnetlengen iken. Kitapның mukaddimesi de 40 tane resip paket. Bu resipni ben birinci, ikinci degan gaplarni demey, ben kısaca bir okup ötey kadirli karindoshlar. Mukaddime, bəxt saadet degan nima? Bəxt saadet degan nada? İmanınız müstehkem bo'lsin. Erishganlaringizga shukr qiling, qanoatlik yashang, savrichanlikni odat qilib oling, qazo va qadarga iymoningiz komil bo'lsin, yaxshilik qilish odatingizga aylansin, her qiyinchilikda osonlik borligini unutmang, hammaga ma'qul davamang, shuhratparastlikka berilmang, kishilarning hojatini ravo qilishning huzurini teting. Allah Taalaga to'g'ri ko'z qarashda bo'ling. G'urudin halv yasashni bilib oling, her ishda umidvor bo'ling. Taqvolik sizning kishimingiz bo'lsin. Tavba istig'for aytishni odat qilib oling. Samimiy tanqidni aktivlik bilan qabul qiling. Diyonatlik yashang, hayotingizni yengilang, o'zingizdan hisob elib turing. Allah Taala'nın mağfiretinden ümit üzmang. Her bir qalbni öz ochquchi bilan eching. Va'da qilsangiz cho'qim vafo qiling. Prinsipda ching turing. Siz o'zingiz bo'ling. Hayotingiz uchun plan tuzing. Qalbingiz sog'lom bo'lsin. Hayotingiz o'z tafakkuringizning mahsulidir. Ching tuting, bugunni ching tuting, ertini kutmang. Allah Teala'ga munacat qilishning huzurini teting. Her bir ishni qatirqinib qiling. Birovning rahmat aytishini kutmang. Tabassum qilishga bexillik qilmang. Vaqtingizni bekor o'tkazib etmang. Kitob sizning eng yaxshi ulfitingizga aylansin. Allah Teala'ni zikr qilishdan huzur eling. O'tmishning hasratlari sizni azoblamasin. Kishilarni afu qiling, vafodor bo'ling. Muqaddimesini o'qisam, o'qivatay qadrli qarindoshlar. Bu Muhammed Yusuf hojikimiz japa tatib yozgan bir kitapken. Muqaddime, en güzel maqtashlar ve en insil mediyalar alemlerin yaratuvchisi ve yegona Rabbi bo'lgan Allah Taalaga xosdir. Allah Taala'nı çin kalbimden medihlayman. Onunla hamdü sana eytimen ve şükür kılıman. Haq dinini bizlerge yetküzgen süyümlük Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a durut, dua ve salam yollayman. Onun aile tavabatlarına, sahabelerine ta kıyamet kişi onun yolunda mağdıgan Müslüman kerindaşlarına bəxt saadet tileyman. Zamanның taraq qilishig'i ergishib, maddi hayat, manevi hayatqa üstün qilinayotgan, dunyolik oxiratlikning oldiga qo'yilayotgan, iman ojizlashgan, axloq fazilatlar sustlashgan, yangi krizislar o'tirg'i chiqayotgan bir davrda yashayapmiz. Zamonimizdagi insonlar dunyolikdan tilganlariga va moddiy mayliqqa erishgandan keyin manevi jihatdan nomrodlikqa ve kaşşaklık'a giriptar bulup, huzur halavetsiz, bəxt saadetsiz, buruqdum hayatta yaşaşqa mecbur bulmakta. Nurgun kişiler bunun bəxtsizliklerden kutulup, huzur halavetlik bir hayatını arzu kısmı
onu hasıl qilishning yo'llarida tengriqab qolmoqda. Hatto ba'zilar baxt saodatlik, huzur halovatlik hayotga erishishni intayin qiyin, hatto mumkin emas deb o'ylab qolganlikdan ümidsizlikka giriftar bo'lmoqda. Aslida o'zimizni va boshqalarni xushal qilish, baxt saodat ishida hayot kechirish hargiz qiyin ish emas. Hamda baxt saodat degan sirtdan import qilingan narsami emas. Balki o o'zimizda bor va o'zimizdan chiqiradigan narsadir. Afsuski, baxt saodatni hosil qilishning choralari nihoyatmi o'ng'ay. Bakmo oddiy tursimi, nurg'un kishilar buningdan g'aflatda qolmoqda, uningdan mahrum qoladi va bu qisqagina hayotlikda hem o'zining hem boshqalarning hayotini jahannamga aylantirdi. Doimiy xushallik va baxt saodat ishida yashash har kimning qo'lidan keladigan ish bo'lib, bu azroq tirishchilik ko'rsatib, o'zimizdagi javharlarni qazish orqali amalga oshadi. Faqir bir qancha 10 yildan beri bu mavzuda jiddiy izlandim. O'tmishlardagi va hozirgi olimlarning bu mavzuda yozgan asarlarini qitirqinib o'qib o'rgandim. Bo'libmi Hujjatul Islom Abu Hamid G'azzoli, Shayxul Islom Ibn Taymiya, Alloma Ibn Qayyim Javzi, Alloma Muhammad G'azzoli, hozirgi ulamolardan Doktor Aiz Al-Qarni, Doktor Muhammad Arifi, Alloma Salman Auda qatorliq olimlarning asarlarining ma'naviyatga munosabatlik boblarini nuqtali holda qayta o'qib chiqdim va ko'p foydalandim. Bu jarayonda qo'lga keltirgan hosilatlarimni musulmon Uyg'ur xalqimga yetkazib, ular bilan birga foydalanish qaroriga keldim. Shuning bilan astoydil izlanish va qat'iy qilib to'plash natijasida bu asarni yozib chiqib xalqimga sundim. Bu asarni baxt saodatning 40 respi deb atadim. Bu asarda yuqorida ismi sharifi tilga ilingan ulamolarning va ba'zi tajriba egalarining so'zlaridan ilingan naqllar ko'proq o'rin oldi. Bu asarni nurg'unlagan kemchiliklardan va ba'zi xatoliklardan xoli degili bo'lmaydi. Shuna hurmatli o'qirmanlarning, ya'ni sizlarning samimiy tuzatish berishini umid qilaman. Janobi Alloh taolodan bu oddiy emgikimni foydali ilmlar qatoridan qabul qilishni tuvanchilik bilan so'rayman. Muhammad Yusuf Hijriy 1438-yili Rajab oyining 27-kuni. Miladi 2017-yili 24-aprel. Cidde, Saudi Arabiston. Shuningdan keyin baxt saodat degan nima degan mavzu boshlanadigan qadrli qarindoshlar, ustoz bo'lgan hurmat tufaylidan, ya'ni men uyda 2012-yili rahmatli dadam tugab ketdi. Shuning o'rniga badal haj qilish va onamni haj qildirish uchun, ya'ni ikkinchi qatimda haj qilishimda. Shu chaqda borganda ustoz atoyidan bizni mehmon qilib, uyda qo'ndirib, undan keyin boshqa doktor Salih Samaray va Nimatullah Shayxnimo o'zining uyida onamning qo'li bilan manti etib mehmon qilishimizga bizga yordam qilgan, o'zining uyini bizga dasturxonni aymagan. Shu ustozningki qalbimda nihoyat cho'nqur yeri bor. Birdan bir, ya'ni o'zi qo'liga qalam olib, chet elda Azharda o'qiganning zakitini berayotgan, men beshimda toj qilib to'shiydigan olimlarimizdan, ustozlarimizdan birisi Muhammad Yusuf hojikimiz. Bunun bilan bu hojikimiz bilan biz yurtdosh kelamiz. Shunda bo'lsa-mu, men yurtvoz emas, yurtdoshligimdan, bizning yurtimizdan shunday bir olimning chiqqanidan faxrlanaman inshaalloh. Ba'zi fikrlarimiz o'xshamaydigan bo'lishi mumkin, lekin shunday bo'lsa-mu, lekin hojikimizningki ko'pincha fikrlarimiz o'xshaydi inshaalloh. Balkim o'xshamaydigan ko'p yerlarimiz bo'lishi mumkin. Ammo biz bu kitob nashriyotchilik ishini qilayotganda hojikimiz bu kitobni siz
satsınız dedi. Abdülcelil Turan akimiz bilen küreştik. 2 paket yani 2 yeşki akep kaptı. 40 tane kitap. Bu 40 resimni inşallah 40 kardeşimiz bununla ilgi çıksa inşallah biz bununki kitapxandaki bahası 25 lira. Eğer de şu kitabını setip almaya diyenler bolsa bana 15 dolardan berse ben dünyanın her kandak jirideki adresini paketlep ayrım asanla ayrım ya olmasa Enes Hacım Kamil'in kitap bilen asanlama meyli bizning kitaplar bilen asanlama meyli üzerlerinin ihtiyarı biz her xil kitaplarını satımız şunlaşka bu cihette köngülünü hatircem kılınla Muhammed Yusuf kitap akimizdeki ayrım şu kitabını alımen desenla Yakumuz Abdüveli Ayüp'nin kitabını Yakumuz Ösmürle Siret Jordan'ını asanlamı birlikte ivetip bersen buludu. Üzemizge çüşlük hakkımızda bersenla biz akimizden hakkını bersek bulavurdu kadirli kerindaşlar. Bunun da biz BSV'simizge tertip qarab turduğan iş yok. Emdelik bext saadet toğruluk gep boptu. Mene ma kitapta nime degen dese Kur'an'a göre ebedi nicatlık eriş hakkında Kur'an nime deydi degen 83. betni bir okup etey. Onun için kelgen yerimizge kaytımız kadirli kerindaşlar. Ebedi nicatlık eriş hakkında Kur'an nime deydi degende ebedi nicatlık eriş hakkında Kur'an özüge işengenler ve başkalarına okşaş şekilde mundaq hitap kılıdı. Yani Kur'an